Hikoya To'zg'an qurdoshlar. Abduri Ehram Rehimjon. Tahrir va musiqa kirishtiruvchi Mehrgul Ahad, Mehr elchisi. Ikkinchi qism. Bugunmi dars yo'q. Yataqda yolg'iz o'tirib zerikib, Borxonning yotiqiga chiqmoqchi bo'lib maqdim. Borxon turayotgan yotoq binosi bilan men turayotgan yotoq binosining orlig'i xeyli bor edi. Borxonning yotiqiga ketayotganimda maktabimizning yangi oshxona deb atab olgan oshxonasining orqasida bir o'g'il bolaning bir qiz bolani qattiq tillayotganligini ko'rdim. Asti chan tutmay yaqinroq berib qaradim. O dal Elzira edi. Elzira bilan bir sinfda o'qiydigan Guljannat deb bir qiz bor bo'lib, bizning sinf bilan ularning sinfi ba'zi darslarni doim birga o'qiydik. Shu darsda birga o'ltirib, paranglashib, tanishib qolgan edik. Guljannat oqsiriq kelgan. O'ttirib bo'y. Eg'ir besiq qiz bo'lib, Elzira ishkinglar bir yalikansizlar? Ham savoqlashkansizlar? deb Elziraning gapini qilib beradi. Tegi tönügülla Elziraning muhabbati bor ekan-a? deb ba'zi gaplarni qilayotgandek qilgan. Mushu shumudu. Hali cho'ng bu qiz bugun o'g'il do'stining oldida beshini egib bejarlarcha turadi. O'g'il bola bo'lsa, xuddi bir dada bolasini tanqidlayotgandek tanqidlayotadi. Ko'z oldimdagi o ikkisiga qarab, "Hey, ota-onangdan anglamagan til ahonatni atalmış shu o'g'il do'stingdan anglayotamsan? Seni ota-onang maktabga berib, qiz bo'lsa muhabbatlashib o'g'il do'stidan tanqid yesin. O'g'il bo'lsa qiz do'st tutib, xalqning qizini tilsin deb avatganmi? Ajba, senchi muhabbat shundoq bo'lamdi? Muhabbatni tushunib yursang bo'lmamdi?" dedim ichimda o'z-o'zimga qaynab. Astig'ini mengib Borxonning yotoq binosiga yurib ketdim. Borxon odatda darslarga ancha chiqmaydi. Kechalari o'ynab, kunduzi kelib yotoqda uxlaydi. Yoki qizlar bilan uchrashishga chiqadi. Bugun uning yeniga kirganimda yon telefon o'ynab o'ltiribdi ekan. Meni ko'rib, ustungi o'rnidan pastga tushdi. "Keldingmi dosh? Borkansan?" deb yenimga kelib quchoqlab ko'rishdi. Qiziq. Borxon yaqindan beri sal-pal o'zgarib olgan edi. Yo'llarda ko'rsa salimsiz. Burunqidek qizg'inligi yo'q. Ba'zi chaqlarda qarmay o'tib ketadigan bo'lib olgan edi. "Voy bu adashman, darslar bilan aldirash. Sen-ku?" "Voy, men shu adash doktorlardek o'qib ketdim-ku. Olim bo'lay, muallim bo'lay deb." deb kulib qo'ydi. Borxon odatda mushundaq taq-tuq so'zlab qo'yadi. Uning karotiga qarsam, yotgan ko'pilari qalaymaqan holatda yeyilib, xuddi tashlandiq karbatdek rassiz edi. "Voy salom" deb kulib qo'ydim. Adash tunigan bir qiz do'stim bilan bog'cha o'ynayotib, yana bir undilarda yurgan muhabbatim bilan uchrashib qoldim qara. Borxon o'zining tayini yo'q tuturuqsiz gaplarini qilishga boshladi. U oliy maktabga kelibla qizlarga dum tushgan edi. "Ey adash, men sening inoqqa qizlarning gapini anglashga ko'mdim. Ahvolichib, o'zaro mo'ydashayli deb kirdim" deb silkigandek gap qildim. "Ha, adash, o'zing yaxshi tug'ansan, seni biroz bo'za qilmaganda?" Yo'q savollarni so'rab, gapni agitgan edi. Uning bilan yarim soat qo'ng'ir-mo'ng'ir paranglashib, yenib chiqqan edim. Yotig'imga kirib, bugun bo'lgan ishlarni bir qur o'ylab chiqdim. O'ziga qil qo'ndirmaydigan xarakter bilan yuradigan Elziraning bugungi holi. Billa o'ynab cho'ng bo'lgan Borxonning yaqinqi kunlardagi o'zgargan mijozi.
Hay. Oliy maktab degan shundoq bo'lamdigandu. Kelgan odam o'zgarib ketamdigandu. Ajiba menmi bejirim bo'lgan bo'lsam, shulardek bo'la bo'g'iymidim. Turib, o'zim haqida o'ylanib qoldim. Maktabda men sal ojiz bo'lganligim uchunmi atrofimdagi ba'zi bolalar gap kisib qo'yatdi. Menmi chan tutmay gap qilib beratdim. Ba'zi gaplarni qilib qo'ysam, xejil bo'lib, gap qilganiga pushaymon qilib ketadi. Ta'til mezgillarida yurtga kelib, meni o'qitgan o'qituvchilarim bilan uchrashib qolganimizda "Nima ish qilyapsan?" deb so'rashi. "O'qiyapman" degan gapni qilganimda, "Voy, sen o'qiyapsan?" deb hayronlik ilkida so'rashi achchig'imni keltirib qo'yadi. Men o'qimay nima ish qilaman? Bir muallim turib mushundaq gapni qilib yursa, boshqalar nima deb o'ylaydi? Bu zamonda odamning bilimiga emas, taqturqiga diqqat qilib muomala qiladigan odamlar bek jiqkan deb o'ylab qoldim. Oliy maktab rost yerim jamiyatgan. Bu yerga kelib har xil mijozlik bolalarni, har xil ishlarni ko'rib, o'qishla emas, kishilik turmush, aloqa qatorliqlarni tushunib qolgan edim. Qaysi bir savodishimizning qimmat baholiq kiyimlarni, qimmat baholiq atirlarni chechib, boyvachchilardek yurishi, eyiga 500 yuan pul avatib berib, tejab ishlatadigan savodishimizning oddiy-sodda yurishi turmushning bu tangsizligidan iborat razil tarafini g'ilpal ko'zitib qo'yadi. Gulcannat bilan xeyli yaqin do'stlardan bo'lib qolgan edim. Darslarimiz bir sinfda bo'lib qolgan chaqlarda birga o'ltirardik. Sinfda doim paranglashib yurganimizni ko'rgan Elzira Gulcannatdan "Ishkinglar bek yaqin bo'lib ketib barsizlarmi?" deb so'raganmi bo'pti. Buni Gulcannat bir kuni menga deb berdi. Men ishtiqlam uningdan. Siz nima dedingiz anda? deb so'radim. "Hech nima. Parallel sinf bo'lgandan keyin shu savodishimda paranglashib o'timiz" dedim. dedi Gulcannat. Elziraning Gulcannatdan buni so'rashi menga bir xil tuyulib qoldi. Meni ko'zga ilmaydigan, xushi yo'q bu qiz nimaga bularni so'raydigandu degan bu o'y kallamdan g'ilpal o'tib ketdi. Elzira bilan sinfda ancha gap qilishib ketmaydi. O'mi sinfda menga qaramaydi. Ba'zi Gulcannatda yaqin do'stlarim "Ishkinglar bir yerlik turib, nimishqa gap qilishmaysizlar?" deydi. Endi sizlarga Elziraning menga o'sh bo'lib qolishining sababini deb beray. To'liqsiz o'tir maktabdagi chaqlarimizda savodashlar sinfda qiz o'g'illarni o'zaro bir-biriga tengib o'ynaydi. Shu chaqda qaysi bir og'aynimiz meni mazoq qilib, mushu holi cho'ngga tangan edi. Shu chaqda u "Odam topmagandek, mushningga chatdingmi?" degandek yaratmagan holatlarni chiqarib kuldi. Shuningdan boshlab bu holi cho'ng o'zligidan meni ko'zga ilmaydigan bo'lib olgan edi. Meni hech nima bilmaydigan ko'ramdikin. Men bir kuni oningdan qasdan "O'zingizga maqtangiz bormi?" deb so'rag'inimda "Ha, ba" deb oqsa turishlar cho'tegi. Tunugilla bizdan bir sinf tuvan o'qigan o'g'il do'st tarafidan tashlanib, sinfda yig'lab ketgan ishlar yuz bermagandek. Men bularni bilmaydigandek. Shunlashqa, garchi bu holi cho'ng bilan bir yerlik bo'lsam-mu, sinfda tunishmaydiganlardek o'tadi. Gulcannat bilan garchi bir sinfda bo'lmasam-mu, u qizning darsda yaxshi ekanligini, sinfda oldingi qatorda turadiganligini bilardim. Elzira mushkullarda bek o'ynaydigan bo'lib ketdi-jimu. Kech-kechlab yotoqqa kirmaydi. Darslarga ancha chiqmaydi. Muallim bilan tang turadi. "Hay, unda qilma desam, nima qaring?
mening baxtimni ko'rolmayotамsan deydi. Uning maktabdan haydilib ketadiganiga ozli qoldi jumu, dedi Gulcannat bir kuni. Uning odam bilan chiqishamaydigan xuyi teg'i borkanda, dedim ichimda. U to'liqsiz o'tirdi o'qiyotganda savodashlar bilan emas, muallimlar bilan chiqishamay ularga yongan edi. Bu qanday bo'lsa bo'lmamdi, savoqchim bo'lgan bilan siz bizlarni po'shtamaydigan Elzira u. Dedim Gulcannatga. Uzoq o'tmay fakultetdan Elzirani haydaganlik uqtirishi tarqatildi. Elziraning maktab qoidasiga rioya qilmay dars tashlaganligi, kashlari yotoqqa kirmaganligi, o'quvchilar orasida yaxshi ta'sir bermaganligi sababdan uni maktabdan haydagan edi. 8 degacha oliy maktab hayotimi oxirlashay deb qolgan edi. Mo'shundoq o'pkisi tugab 3 yil qolgan mezgilda Elzira maktabdan haydaldi. Gerçi o meni ko'zga ilmaganda qiliqlarni qilib yurgan bo'lsa-mu, bir oliy maktab o'quvchisining kelgusining umidi bo'lgan yoshlarimizdan birisining mo'shundaqli maktabdan haydilib ketayotganligiga qarab afsuslandim. Anglasam, o yana oliy maktabda yurgan muhabbatidanmi ayrilib qolgan edi. Menmi bu 4 yillik oliy maktab hayotimni oxirlashtirish oldida turib bir turib oliy maktabni bitirishni o'ylab xush bo'lsam, yana bir turib oliy maktabdagi qaytlanmas hayotimning oxirlashidig'ini, suyimlik saboqdoshlarimdan ayrildig'inimni, rizqim qo'shilgan akukladek o'tadigan yotoqdoshlarimdan ayrildig'inimni o'ylab ko'nglim yerim bo'ladi. Borhan bo'lsa, maktab bitirishga oz qolganda butunlay o'zgarib ketgan edi. Meni yo'llarni ko'rsa, qaramay o'tib ketadi. Buningga hayron qoldim. O meni ko'rmaganmidi yoki deganlarni o'ylaydim. Yo'llarni ko'rsam, o'zim tovlaydim. Oy, bo'ron adash, yaxshimi, qanday olding? Ajab sara oltak to'lab ketding. To'lavamgina asab turdi ekan, o'tanchidek. Borhanning bu gapini anglab turibli qoldim. Tova. Bu balığı nima bo'lgandi? Tamoq yedingmi adash? Ko'rishmagili o'zim bo'lganligi uchun uning bilan birga tamoq yeb kerak deb so'ragan edim. Voy, ajab to'la shimorlashdi dadamdek. Debla ketib qoldi. Bu mening yaqin do'stim Borhanmi? O'z-o'zimga ishonmay qoldim. Mushu kunlarda Borhan yotog'imga pul so'rab kiradigan bo'lib qolgan edi. Yo'llarda ko'z ko'rmaydigan bola yotog'imga kirib, adash desa adash deb yaqinchilik qilib pul so'raydi. Adash mushta qiz do'stimning bir tug'ilgan kunida jiddiy ish yuzgan lozim bo'lib qolgan berib tursam bo'ldi. Deb yotog'imga kirib keldi Borhan. Bo'lgan ishlarni ta'kidlab, uni xijolat qo'g'im kelmay deganini berib turdim. Ati beraman degan bola bir hafta yo'qib ketgan edi. Bir kuni tuyuqsiz yotoqqa Borhan bilan doim birga yuradigan do'sti kirib keldi. Adash, sizda Boranning yaqin do'sti. Bu gapni sizga dey. Boran hozir doktorxonada jiddiy qutqizilyapti. Aldoq kuni qiz do'stining tug'ilgan kunida ko'p ishchilar bilan urushib, qattiq tayoq yeb, yo'lni zaxmlanibdi. Dedi. Bu gapni anglag'animda o'zimni tuniyolmayla qoldim. O balaning oxirgi gapini anglamayla gapini o'zib, adresini so'rdim-da doktorxonaga qarab uçdim. Sinfimiz atrofidagi cho'ng doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limida Borhan jiddiy qutqizilyapti. Oppoq taqiga beshi yo'galgan. Burniga yangchi silingan. Qo'rsoq qismiga yurakning tekshirish uskunalari bekitilgan. Qo'llari depslangan Borhan hoshsiz yotadi. Borhanning yarisi eg'ir bo'lib, yo'lun ham menga eg'ir darajada zaxmlangan edi. Onun hayot qilish ehtimolligi yo'q deyarlik edi. Shunga doktorlar ota-onasini chaqirgan edi.
bolasini kelgusining yaramliq avlodlari bo'lsin deb oliy bilim yurtiga avatgan ota-ona mana amdilikda qor yomg'ir yig'lab doktorxonada paydo bo'lgan edi. Burxonga echinib qoldim. Qarab turib o'zining yoshlik bahorini ham ota-onasining orzusini nobud qilgan bu bola ajal oldida jon talishib yotadi. Ota-onasi ham urug' tuqqanlari doktorxonaga kelib, Burxonning atrofida puti ko'ygan cho'jidek parvona bo'lib yotadi. Doktorlar butun kuchi bilan Burxonni qutqizayotdi. Burxon doktorlarning kuch chiqarishiga qaramay, ota-onasi kelib 3-kuni o'ysiz holda yoshlik gulining yerimi echilmay turib, bu dunyodan mangulik ayrilgan edi. Arzulab kutgan oliy maktab hayotim o'z yo'lida. Ustozlarim, uydagilarning maqtishi ostida bir xil ritmda oxirlashgan bo'lsa-mu, biroq atrofimdagi savoqdosh bo'lgan Burxon bilan Elzira qatorliq qurdoshlarim hayotning rangdor to'lqinlarida o'z nishonidan ezib, hayot rangdor to'lqinlarining qurboni bo'ldi. Burxon ketdi. Ota-onasiga mangulik hijron azobini qoldirib, yoshlikning oltin faslini g'azon qilib, qurdoshlariga qo'rqinchli tashvishlarni sep qo'yib, untinsizlik ketdi. Elzira bo'lsa, atalmish muhabbatning qurboni bo'lib, jumladan 10 gulining biri echilmagan mazgili 4 yillik oliy maktab hayotini o'z qo'lidan nobud qilib ketib qoldi. Men bo'lsam, atrofimdagi qurdoshlarimga, ya'ni Burxon bilan Elziraning taqdiriga echinsam, Guljannatning tirishchan, aqlliq ruhidan ilhomlanib, o'z hayotimning o'qish bitirgandan keyinmi rangdor bo'lishi uchun to'xtamay tirishatdim. Hurmatlik o'qirman do'stlar. Enimiz Ehrom Rahimjonning To'zg'an Qurdoshlar nomli hikoyasi mushu yerda oxirlashdi. Texmo ko'p ovozliq asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomliq ovozliq kitob unidar supasida bo'lsin. Izlash nomeri ovozliq kitob.